balog'atga yetgan aqli sog'lom musulmon ayolning hijobni shariatda vojibmi? Yoki har bir ayolning o'z ixtiyoriga qo'yib berilgan o'rnimiz gunohkor bo'lmaydigan sunnatmi? Yoki ajdodlardan meros qolgan avlod davomlashib kelayotgan ma'lum millatga tava bo'lgan urf odatmi? Yoki hijoblanish maxsus payg'ambar alayhissalomning ayollariga qaratilgan xususiy buyrug'imi? Va yoki tarixning ma'lum bosqichdagi payg'ambar alayhissalom va sahobalar yashagan davriga xos o'tkinchi hodisami? Musulmon olimlar orasida musulmon ayollarning hijoblanish vojib emas deb qaraydiganlar haqiqatan mavjud. Her bir musulmon ayolning hijoblanish vojib deb qaraydiganlarning dalili nima? Bu qoida birinchidan shariat ulamolarning tövendeki so'zlaridan chiqish qilingan. Hijobning farz ekanligi har bir musulmon bilmas bo'lmaydigan eng muhim ishlar qatoridandir. Bu so'zni esinglarda mahkam saqlanglar. Undaqda bu so'z hijobning farzligiga dalil bo'la olamdi? Yo'q, dalil bo'lolmaydi. Balki bu so'z hijobning farzligiga dalolat qiladigan biror dalilning sifati bo'la oladi xolos. Bu nima deganlik? Biz bu so'zimizni bu shaklda izohlab o'tamiz. Shar'iy dalillar ikki turga bo'linadi. Birincisi nazariy dalil, ikincisi zarur dalil. Nazariy dalil degan nima? Nazariy dalil deganimiz ma'lum masala haqida halol, harom, vojib, makruh qatorliq shar'iy hukmlarni chiqarish uchun uningda aqliy tafakkur yurgizish, izlanish, muhokama qilish, tadqiq qilish, yakunlash, ko'zdan kechirish, qiyos qilish qatorliq usullardan foydalanishni taqozo qiladigan dalillarni ko'rsatadi. Zarur dalil deganimiz bo'lsa, izlanish va tadqiq qilishga muhtoj bo'lmasdan, bu dalilga tayinib chiqarilgan hukmning musulmonlar orasida ixtilof yuz bermasdan birlikka kelgan hukm ekanligini belgili bo'ladigan ro'shan va keskin dalildir. Masalan, namoz, ro'za, zakat, haj hamda ota-onaga yaxshilik qilishning farz ekanligi, haroq, jazona, zina, poraxo'rlik, ota-onani qaqshatishning haromligi. Bular har bir musulmon bilishga tegishli ahkomlar. Bu nuqtani texmi ro'shanlashtirish uchun zarur bo'lgan shar'iy dalil bilan zarur bo'lgan madaniy qonunlarni selishtirib ko'raylik. Masalan, qatnash qizilchiriqi. Butkul dunyodagi barliq kishilar qizilchiroq yanğanda yo'l yurishning cheklanganligini biladi. Ham bilishi shart. Agar birarsi men bu belgilemani bilmayman, bu qandoq belgileme deb turib olsa, uning bu bahonasini hech kishi qabul qilmaydi. Shopurlik nazariya imtihoniga kirganingizda nurg'un savollarning javobini xato tanlab qo'yishingiz mumkin. Ammo qizil, seriq, yeshil ranglik yo'l chiroqlari haqidagi savollarni xato tanlab qo'yish mumkinchiligingiz yo'q deyarlik. Chunki bu biz yashayotgan dunyodagi har inson bilmas bo'lmaydigan zarur bir masalaga aylanib qolgan. Shuningdek, musulmonlar uchun dinni bilish kerak bo'lgan, bilmasa bo'lmaydigan masalalar bor. Shularning birisi dil hijobning hukmidir. İkinciden, hijoblanish vojib deb qaraydiganlarning dalili bo'lsa, musulmonlar tarixining qaysi bo'lkiga, qaysi iqlimiga qaramayli, onalarimizning, mo'minlarimizning, hatto ularning cho'nglarining avlod hijoblanib kelganligiga shohid bo'lamiz. Nemishqa bundoq bo'ladi? Chunki hijob hukmi munozir talab qilmaydigan bir shaklda hamma kishining umumiy engiga aylanib ketgan. Uchinchi, hijob barliq dinlarda umumyuzlik yo'l qo'yilgan bir belgilimidir. Agar bu temaga qiziqsangiz, doktor Sami Amrining Hijob, Islom, Yahudiyat va Xristianlik dinlarida Allohning shariatidir nomli kitobini o'qib beqishingizni tavsiya qilaman. Bu kitob sizni boshqa materiallarga qarab zehningizni va vaqtingizni behuda zoya qilib o'tishdan saqlaydigan darajada qanoatlanarli ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Barliq samoviy dinlar shu diniga e'tiqod qilgan ayollardan hijoblanishni talab qiladi. İşenmisangiz, Yahudi va Xristian chirkovlaridagi munohlarning kiyinishiga qarab boqsangiz bo'ladi. 4. Ba'zi ibtidoiy qabilalarda yalang'ochlik ahvollari ko'rilsa-mu, umumiy insoniy madaniyat kulturlarning hammasida yo'ginishni yaxshi odat deb qarab, yalang'ochlik ayiblanadi. Agar xohlasangiz, Abdulloh Davudning Tarix yolg'on so'zlamdi nomli kitobini o'qib beqing. Bu kitob cho'nqur mulohizlarga to'lgan bo'lib, avtor maxsus bir bobda o'tgan asrdagi dunyoning xilma-xil joylarda yashaydigan xalqlarning kiyinish odatlariga doir rasmlarni o'ttirg'a qo'yadi.
hammasi badani o'gab turadigan kiyimlar bo'lib, avtor buningga kona suratlarni, qadimiy qabrlardan qazib olingan asar atiqalarni qo'shib, insoniyatning o'tmishlik kiyinish odatini bizga yoritib beradi. 5. Fiqhshunoslarning ijmosi. Bu hammadan muhim bo'lib, ijmo ummatning barliq olimlarning bu hukmning vojibligiga birlik kelishi, ularning bu masalaga bo'lgan tushunishi o'xshash bo'lgan. Chunki bu haqda Qur'on sunnat kelgan narsalarning bildirgan ma'nosi o'xshash. Shunga olimlar ixtiloflashmagan. Balkim bir bu masalada ixtilof bor deyishi mumkin. Amaliyotda ixtilof faqat yuz, qo'l va putni yo'gashda. Ammo hijobning vojibligida hech qanday ixtilof yo'q. Buningga faqat fiqhdagi 4 mazhablar emas, islomdagi ahli sunnatdan boshqa Iboziyya, İmamiyya, Zaydiyya va Zohiriyyaga o'xshash firqalar bu masalada birlikka kelgan. 6. Mutavatir dalil. Mutavatir ma'lum bir xabarning, ma'lumotning yolg'onga birilish ehtimoli bo'lmagan bir jamoatdan yana bir jamoatga naql qilinishi orqali bugun kunimizga qadar kelishi. Qur'on Karimda kelgan hijob haqidagi oyatlar albatta mutavatirdir. Shuningdek, qat'iy shaklli hijobning vojibligini bildiradi. Shundaqla payg'ambarimizdan kelgan bu haqdagi hadislar ham qat'iy va jazmiydir. Bu hargiz munozir qabul qilinadigan masala emas. Musulmonlar 14 asrdan beri bu hukmga varislik qilib kelyotdi. Undaqda Muhammadiyya ummatining xato tushunchisini tuzatish uchun o'ttirg'a chiqqan payg'ambarimiz zamonidan ta bugunga qadar musulmonlarning ozg'unlik ichida ekanligini, Allohning ularni g'aflat qo'yganligini da'vo qildigan va to'g'ri hukm tepib chiqish uchun o'ttirg'a chiqqan odatdan tashqari aqlli kishilar zodi kimlar? Acaba rostmi shundoq degan kishilar bormi? Shundoq. Zamonimizda o'xshamagan ko'z qarash va tushunchalarni chiqish qilib turib, hijobning vojib emasligini da'vo qiladigan kishilar maydonga kelishga boshladi. Undaqda ularning pakiti nima? Ular bilan munozirlashishimiz lozimmi? Ularga qarshi qanday pozitsiyada bo'lamiz? Sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan bu kitob arab kutubxonalarida hijob masalasini muhokama qiladigan eng yaxshi kitob. Chunki bu kitob 1. Sura Nurdan boshlab barliq hijob oyatlarini tafsirlar bilan tafsili o'ttirib qo'ygan. 2. Bu tafsirlarga e'tiroz bildirgan yangi zamon olimlarining ko'z qarashlarini inchika, ilmiy yo'sinda muhokama qilgan. U kitobda Muhammad Abdul Jabri, Muhammad Shahrur, Jamal al-Banna, Saududdin al-Hilali, Hazim Majidi, Muhammad Saidul Ashmavi va uningdan boshqa hijobning vojibligini inkor qilgan kishilarning ko'z qarashlari muhokama qilgan. Undaqda bu qaysi kitob? Bu kitob dal doktor Suayb as-Saqqarning hijob majrosi, hijobning farz yoki emasligida ilmiy munozira. U bu kitobda sahobalarning Qur'on oyatlari qanday tushunganligini va Madina jamiyatini tadqiq qilish bilan birga sahobalarning Qur'on va hadisdan hosil bo'lgan tushunchasiga asosan qanday kiyinganligini muhokama qilgan. U yana kitobida Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan qul ayol bilan hur ayolning hijob haqidagi ko'z qarashlarni va qul ayol bilan hur ayolning hijob masalasini inchiklik bilan tadqiq qilgan. Oxirida maxsus bir bobda hijobning farzligini inkor qildigan barliq shak shubhalarga nihoyat tafsiliy va qoyil qilarliq raddiya bergan. Yuqorida isbotlab o'tganimizdek, hijobning hukmi olimlarning birdek qarshida vojib bo'lib, bu hukmni inkor qilgan, e'tiroz bildirgan kishi bu kitobga murojaat qilsa, uningda qoyil qilarliq, butun shak shubhalarni yo'qotadigan komil javobga erisha oladi.